Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultayi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Aziz ko'ruvchilar, tuvanda diqqatinglar bugungi xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqun Aysa, Qurultay Yoshlar komitetining mudiri Erkin Zudin va Qurultay ayollar komitetining mudiri Zumratay Erkinlardan tashkil topgan qurultay hay'atining Irlandiyaga qilgan 3 kunlik ziyorati muvaffaqiyatli oxirlashdi. Qurultay hay'ati 22 fevral kuni Irlandiya hukumatining yuqori darajalik amaldorlari va Irlandiya Kengash palatasining raisi Mark Daly boshchiligidagi ko'plagan palata a'zolari bilan ko'rishib, suhbat ilib borgan va Irlandiya parlamentida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqida maxsus guvohlik bergan. Bu sababdan 22 fevral kuni Xitoyning Irlandiyadagi bosh elchixonasi Irlandiya hukumatiga norozilik notasi topshirib, Xitoyga qarshi bo'lgunchi tashkilot bo'lgan Dunyo Uyg'ur qurultay xodimlarining Irlandiya hukumat amaldorlari bilan ko'rishganligini qattiq ayblaymiz deb bildirgan edi. Dolqun Aysa boshchiligidagi qurultay hay'ati Irlandiya ziyoratining oxirgi kuni bo'lgan 23 fevral kuni Amerikaning Irlandiyadagi bosh elchisining alohida taklifi bilan elchixonni ziyorat qilib bosh elchi va boshqa yuqori darajali diplomatlar bilan maxsus ko'rish ilib bordi. Dolqun Aysa apandi bu qitimqi ko'rishda qilgan so'zida 2021 yil 1-oyning 19 kuni Amerika Tashqi ishlar ministrligining Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan zulmlarni tunji bo'lib irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb jakarlash orqali bu jihatda dunyoga ulgu tiklab berganligini. Buningdan jasorat va ilhom olgan Kanada, Angliya, Belgiya, Fransiya, Gollandiya, Chexiya va Litva parlamentlarining orqa-orqadan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini rasmiy yo'sinda e'tirof qilib qaror ma'qullaganligini. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va Uyg'ur majburiy amgiki sababli Amerika parlamentining Uyg'ur majburiy amgikini cheklash qonunini ma'qullaganligini. Amerika hukumatining bu sababli Xitoy amaldorlariga cheklash va embargo tuzumlarini yo'lga qo'yganligini. Amerika parlamentining va hukumatining bu xil haqqoniy harakatining Yevropa ittifoqiga va boshqa ko'plagan g'arb ellarga bevosita ta'sir ko'rsatganligini eslatib o'tdi va bu sababdan Amerika parlamentiga, Amerika hukumatiga va Uyg'urlar masalasiga yaqindan ko'ngil bo'lib kelgan Amerikadagi har qaysi sohalarga butun Sharq Turkiston xalqi nomidan takror minnatdorlik bildirganligini ifoda qildi. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilishning navbatdagi eng jiddiy masala ekanligini ta'kidlagan Dolqun Aysa apandim Amerika boshchiligidagi demokratik ellarning Birleşken Devletler Teşkilatı'nın ve Avrupa İttifakı'nın Uyghur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun Xitoyga qarshi texmo jiddiy va unumli jazo tadbirlari va embargo tadbirlarini yo'lga qo'yishini umid qiladiganligini bildirdi. Elchixona mas'ullari qilgan so'zlarda Dunyo Uyg'ur qurultayining Irlandiyada ilib berayotgan faoliyatlarini har jihatdan qo'llab-quvvatlaydiganligini va Uyg'urlar masalasining Irlandiyada texmo zo'r ta'sirchanlikka ega bo'lishi uchun tirishchilik ko'rsatadiganliklarini ifoda qilishdi. Dolqun Aysa boshchiligidagi qurultay hay'ati Irlandiya ziyorati jarayonida yana Irlandiya Uyg'ur jamoatining oqsoqoli, Dunyo Uyg'ur qurultayining sobiq vakili marhum Talat Umarjonning qabrisini ziyorat qilib, uning ruhi uchun Fotiha o'qidi. Marhum Talat Umarjon 2018 yil qurultay tarafidan Janvadagi Birleşken Devletler Teşkilatı binosi oldida o'tkazilgan zo'r ko'lamli namoyishga atoydan Irlandiyadan berib qatnashgan va shu yil qurultay tarafidan chaqirilgan tunji navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashiga vakil bo'lib ishtirok qilgan bo'lib, u 2020 yil 5-oyda Irlandiyaning poytaxti Dublinda olamdan o'tgan edi. 2021 yili 12-oyning 9-kuni Xitoy hukumati Uyg'urlarga qarata irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat yurgizyapti deb hukm chiqargan Uyg'ur sud kollegiyasi 23 fevral kuni Londonda Uyg'ur sud kollegiyasining hukmnomasining xalqaro ta'siri degan temada maxsus muhokama va axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi. Uyg'ur sud kollegiyasining muavin bosh sudchisi Nikvich apandimning bevosita o'rinlashtirishida o'tkazilgan mazkur yig'inga Dunyo Uyg'ur qurultayi London ishxonasining direktori Rahima Mahmud, Qurultay ayollar komitetining mudiri va qo'shimcha qurultayning bayonotchisi Zumratay Erkin xonimlar alohida taklif bilan qatnashgandan sirt, yana angliyalik siyosiy arboblar, oqsumaklar, tadqiqotchilar, advokatlar va jurnalistlardan bo'lib ko'p sonda kishi ishtirok qildi. Uyg'ur sud kollegiyasining muavin bosh sudchisi, Angliyaning tanilgan korxonachilardan Nikvich apandi yig'inda qilgan so'zida Uyg'ur sud kollegiyasining Dunyo Uyg'ur qurultayining tashabbusi va arzi bilan 2020 yil 9-oyda Londonda rasmiy qurilib faoliyat boshlaganligini xotirlatib o'tish bilan birga, mazkur sudning hech bir oldin hukm va yoki taxminga asoslanmagan holda dalillarni tekshirib, barliq bo'lgan material va faktlarga qarab chiqib 3 qitim isbot anlash yig'ini o'tkazgandan keyin 2021 yil 12-oyning 9-kuni o'zining oxirgi hukmnomasini e'lon qilganligini. Uyg'ur sud kollegiyasining bosh sudchisi Jeffrey Nice apandi tarafidan e'lon qilingan 63 betlik bu hukmnomaning 1948 yili Birleşken Devletler Teşkilatı ma'qullagan irqiy qirg'inchilikqa qarshi turish ahdnomasiga qo'l qo'ygan davlatlarni o'z majburiyatlarini ado qilishga majburlaydigan, Xitoyning jinoiy javobgarligini surishtiradigan kuchli bir qurol ekanligini,
Hökumətlər və xalqaralıq təşkilatlar məzkur hökmnamə arqılıq özlərinin xalqaralıq məcburiyyət və cavabkarlıqlarını tonub yedidiganlığını, Uyğur Sud Kollegiyasının hökmnaməsinin hər qaysı dövlətlər və xalqaralıq orqanlar üçün zor qanuni asas bola alaydiganlığını təkidləb ötdü. Sotçu Nikvich əpəndi sözüdə Uyğur Sud Kollegiyasının xalqaralıq orqanlarını dəlil isbatlar bilan təminləşə tayyor ekanligini, pat yaqında toplagan bütün dəlil isbatlar və arxivlarni ommaga ochiq e'lon qiladiganligini bildirdi. Rahima Mahmud və Zumratay xanımlar yığında qilgan sözlərdə Uyğur Sud Kollegiyasının xalqaralıq qanuni asaslarga tayangan halda chiqargan hökmünün xalqarada intayin zor ta'sir qo'zg'aganligini, mazkur hökmnomaning xalqaralıq organlar tarafidan bir-birlab qabul qilinishga boshlaganligini, Мәселен, Uyghur Sud Kollegiyasının hökmnamesi ilan qilinib ətsila Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Kişilik Hüquq Ali Kengişinin bayanatçısı Robert Colville'nin cənvədə ötküzülgən muxbirlarını kütübiliş yığınında məxsus Uyghur Sud Kollegiyasının hökmnamesini tilgə ilib, məzkur hökmnamenin Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı tərəfindən hazırlanıyotqan Uyghur kişilik hüquq vəziyyəti haqqındakı ümumi dokumentı üçün mühim bir paydalanish mənbəsi boladiganligini bayan qilganligini. Ötken yılı 11 ve 12 dekabr günleri Angliyaning Liverpool şəhərində ötküzülgən ciyətdə, yani sanoatləşkən 7 dövlət tashqi ishlar ministrlarining yig'inidami Uyghur Sud Kollegiyasının hökmünün alayda tilgə ilinganligini, Uyghur Sud Kollegiyasının hökmnaməsinin İrlandiya Kengash palatasida bu yıl 10 fevral günü muzokaraga qo'yilib, mazkur hökmnomani e'tirof qilish haqida maxsus qaror qabul qilinganligini, ondan boshqa yana Amerika Avam va Kengash palatalarida va boshqa ellarning parlamentlarida Uyghur Sud Kollegiyasının hökmnoməsinin ko'p qitim tilgə ilinganligini eskartib o'tishdi. Rahima Mahmud və Zumratay xanımlar sözlərdə yana Dünya Uyghur Qurultayının Uyghur Sud Kollegiyasının hökmnaməsini asas qilgan halda Angliya, Germaniya, Kanada və Argentina qatarlıq əllərinin sotlarına Xitoy üstüdən arznoma sunğanligini və bundan keyin Qurultayının Xitoy üstüdən qanuni yo'llarga bosh urish harakatining doirasini uzluksiz kengaytirganligini ifoda qilishdi. Yig'inda so'z qilgan advokatlar, tadqiqotchilar va siyosiylar Uyghur Sud Kollegiyasının butunlay xalqarалық qonuniy asoslarga tayangan holda chiqargan hökmnomasini to'liq muayyanlashtirish bilan birga, mazkur hökmnomani texmo ko'p xalqarалық organlar, qonun organlari, hukumatlar va parlamentlarning qabul qilinishini qo'lga keltirishning muhimligini ta'kidlashdi. Reuters agentligining xabar qilishicha, kishilik huquqni kuzatish tashkiloti 22 fevral kuni bayonot e'lon qilib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissarini Uyg'urlarning kishilik huquq vaziyati haqidagi umumiy dokumentini darhol e'lon qilishga chaqiriq qilgan. Bayonotda Xitoydagi Olimpik musobaqasi oyoqlashgan hamon Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari Michelle Bachelet Uyg'ur qatorliq millatlar uchirgan ziyonkashlik haqidagi dokumentni darhol e'lon qilishi kerak deyilgan. Ondan burun Dünya Uyghur Qurultayı bayonot e'lon qilib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy kengashi tarafidan allburun hozirlab bo'lingan Uyg'urlarning kishilik huquq vaziyati haqidagi dokumentining Xitoyning turli besimlari bilan hozirgacha e'lon qilinmaganligidan qattiq afsuslanganligini bildirgan. Dünya Uyghur Qurultayıning raisi Dolqun Aysa boshchiligidagi Qurultay hay'ati 2 oyning 16 kunidan 18 kunigacha Janva shahridagi Birlashgan Davlatlar Tashkilotida 3 kunlik ziyoratda bu Birlashgan Davlatlar Tashkilotining rahbarlari har qaysi davlatlarning diplomatlari bilan keng doirada uchrashish elib berib, ularga Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Uyg'urlar haqidagi dokumentini e'lon qilishni kechiktirganligiga bo'lgan noroziliklarni ifoda qilgan edi. Kishilik huquqni kuzatish tashkilotining bayonotida ko'rsatilishicha, mazkur tashkilotning boshlig'i Ken Rudd Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari Michelle Bacheletni 7 mart kuni o'tkaziladigan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy kengashi yig'inida bu dokumentni e'lon qilishga chaqirgan. Ken Ruddning bildirishicha, Michelle Bacheletning bayonotchisi o'tgan yili 12 oyning 5-ida bu dokumentni mushu bir necha haftada e'lon qiladiganligini aytgan bo'lsa-mu, lekin hozirgacha e'lon qilmagan. U Janvadagi muxbirlarni kutib yig'inida biz bu dokumentni texi ko'rmadik. Nima uchun bo'lganligini bilmaymiz. Bundaq uzunga so'zlayverishga hech qanday bahona yo'q degan. Xabarda ko'rsatilishicha, g'arb diplomatlari Michelle Bacheletning bu dokumentni e'lon qilishni kechiktirganligidan norozi bo'lgan ham uningdan andisha qilgan. Chunki dokumentni mundaq kechiktirsa, Michelle Bachelet ishxonasining o'tgan 3 yilda to'plagan paketlarining ahamiyati qolmaydi ekan. O'tgan oyda Michelle Bachelet ishxonasi bu yilning dastlabki 20da Xitoyning g'arbiy shimolga berish planini muzokara qilgan. Xitoy taraf Olimpik musobaqasi oyoqlashgandan keyin ularning ziyoratini qabul qiladiganligiga ma'qul bo'lgan. Ammo Xitoyning jinoyatini tekshirish uchun berishiga yo'l qo'ymaydiganligini bildirgan. Amerika Kengash palata a'zosi Mark Warner bilan Temkin Biden hukumatiga xat yozib, Xitoy hukumatiga besim ishlatish orqali Amerikaning Virginia shtatidagi Uyg'urlarni qo'g'dashga, ularning vatandagi urug' tuqqanlari uchrayotgan zulmni oyoqlashtirishga chaqirgan. Mazkur Kengash palata a'zolari Biden hukumatiga xat yozib mundaq degan: Virginia shtati Amerikadagi Uyg'urlar eng ko'p o'ltiraqlashgan shtatlardan biri. Biz ularning va boshqa aholilarning huquqini qo'g'daymiz. Ular uchun gap qilamiz. Ular bizning qo'shnimiz va do'stimiz. Garchi Xitoy hukumati Uyg'ur musulmonlariga yurgizayotgan jinoyatlarni Olimpik musobaqasi orqali yushirishga urinsimi, dunyo bu jinoyatni unutib qolmasligi kerak. Biz buningga kapolatlik qilishimiz lozim. Chunki bu davrimizdagi eng og'ir zo'ravonlik jinoyati davomli yuz bermoqda.
Virginiyadagi Uyg'urlar Amerikaning boshqa joylarida yashayotgan Uyg'urlarga o'xshashla ta hozirgacha Xitoy hukumatining parokandichiligi ham tahdidiga uchrab kelayotgan bo'lib, ular mazkur shtatdan saylanib chiqqan davlat majlisi a'zolariga xat yozib, Xitoy tarafidan tutqun qilingan oila a'zolarining qo'yib berilishini talab qilgan. Tahlilchilarning qarashicha, Virjiniya aholisi saylab chiqqan davlat majlisi a'zolarining bu shtatdagi amerikalik Uyg'urlarni Xitoyning tahdididan qo'g'dash va urug' tuqqanlarini Xitoyning zankashligini saqlash mas'uliyati bor ekan. Ularning mazkur shtatga vakolatan Uyg'urlarning haq-huquqini qo'g'dashga chaqiriq qilishi Amerikaning boshqa shtatlari uchun ulgulik rol o'ynaydi ekan. Kengash palata a'zosi Temkin 2021 yili 3-oyda Amerika Davlat Majlisiga ikki partiya o'rtaq ma'qullagan bir qarorni sunib, Xitoyning Uyg'ur va boshqa musulmon millatlarga ilib borgan qirg'inchilik jinoyatini ayblagan hamda xalqaroni bu jinoyatni tekshirishga chaqirgan edi. U yana shu yil 1-oyda ikki partiya hamkorligida tuzilgan Uyg'ur majburiy amgikining oldini olish qonun loyihasini Davlat Majlisiga sungan bo'lib, bu loyiha 13-oyda tasdiqlanib qonunga aylangan edi. Fransiyada yashayotgan lager shohidlaridan Gulbahor Xotivojining lagerdagi ichinishlik kashmishlari tema qilingan Xitoy lagerdan hayot qog'uchi nomli kitob inglizchaga tarjima qilingan. Bu munosabat bilan Amerikaning davlat taratqullaridan biri bo'lgan Amerika ommaviy radiosi bu vaqtda maxsus programma ishlab Gulbahor xonimni ziyorat qilgan. Gulbahor xonim bu radio suhbatida o'zining Xitoy hukumati tarafidan chaqirtilib tutqun qilinganligi, turmada o'tkazgan 2 yillik fojialik mahbus hayoti, Fransiya hukumatining yordami bilan qutulib chiqqan talaylik bir guvohchi bo'lish sifati bilan dunyodan kutadigan umidlarini o'ttirg'a qo'ygan. Program riyosatchisi navbatdagi vaziyatni tilga ilib, Xitoyning olimpik satchiligi va Rossiyaning Ukraina ig'vogarchiligi kuchli qarshilikka uchrayotgan bu kunlarda lagerlarda qamoqliq turayotgan Uyg'urlar fojiasining qayta diqqat qo'zg'ayotganligini bildirgan. Gulbahor Xotivojining Xitoy lagerdan hayot qog'uchi nomli kitobi 2021 yili 3-oyda fransuzcha nashr qilingan bo'lib, shu yili 7-oyda Xitoy lagerdan qandoq qutuldim degan nom bilan turkchaga tarjima qilingan edi. Bundan boshqa Mehrigul Tursun va Sayragul Savutbay qatorliq lager shohidlarining aslamasi yozilgan kitoblarni germancha, inglizcha tillarda nashr qilingan bo'lib, Uyg'urlarga yurgizilayotgan qirg'inchilik bu guvohchilarning lagerdagi kashfishlari, fojialik hikoyalar orqali dunyoga tunilgan edi. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasini diqqatingizga sundik. Keyin qitimliq programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishcha bo'lg'aysizlar. Xayr xo'sh.